Həmisi və şey oxşayan qaymaq qatlımızdan dərsi gəldi. Neçə vaxtdan ayırım xanım xət yazıb qaymaq qatlımızdan qilish usulunu öyrənsək bu degan xanım qızlar. Bugün qaymaq qatlımızdan təfsili qilish usulunu dəpirmə materialını ötküzətmək axırıga çıxırıb sizlərə ügünə olanlar həmisi. Həmisi yetişdi başlap getdim. Aldı bilan ehtiyacımız qayta unelib alğandan keyin bir tal tom çıxıb pek az miqdarda tuz salımız. Andan issiq suda müsündə qolumuzla çaplashqılıq yumşaq boş xəmi yoğurub alımız. Xəmini eləşdirib müşahidatə gəlgəndə qolumuzu sumayla maylab turub xəmini qayta çeyləyimiz. Yəni tindırıb, yəni çeylab, yəni tindırıb, yəni çeylab degəndək 4-5 qata qaytırıb müşahidatda yumşaq xəmir yoğurub alımız. Məni boşama bilan orab 10 minut tindırıb alğandan keyin xəmirimizi təxminən 500 qram ətrafında üzü alsaq oldu. Xəmirini zorluqlab yana boşama bilan orab, yəni 10 minut ətrafında tindırıb qoyumuz. Bir tinğandan keyin manandək xəmiri, xam qaymaq, serak maydani azraq un bilan əbcəş qilib müşahidatda aralashtirib alımız. Ondan bunu yaxşı bir aralashtirib alğandan keyin muş əbcəş mayi bilan lam əmbilimizdə rarus bir maylab etgəndən keyin xəmirini müşahidatda besib nipizlatib alımız. Yoğunab müşahidatga kelgan vaqtda qolumuzni xəmirin ostiga səp turib alğanımız bilan ikki yonga tatib nipsiz qog'ozdek ichib olamiz. Mana mushundaq videoda ko'rsatilganda qo'linglarni xəmirin ostiga səp turib to'rt tarafga tatib nipsiz ichib olsanglar bo'ldi. Mana ko'rganinglardek əmbilning yuzi ko'rangidek darajada nipsiz ichildi. Ondan xəmirimizning tang yarimiga mush əbcəş qilib tayyoq olgan xam qaymoqni tekshi surib etgandan keyin to'g'rab tayyoq olgan ko'k piyozimizni tekshi chechib olamiz. Piyozning o'rniga yoqtirishinglar bo'yicha oq piyozning achchig'ini chiqarib pishirib uni ishlasanglar bo'ldi yoki sabzilarni yumshatib sabzilarni ishlasanglar bo'ldi. Piyozni tekshi yeyib bo'lgandan keyin bir tarafini piyozning ustiga qatlaymiz. Ondan uning ustiga yana mushu xam qaymoqdan tekshi berib etgandan keyin yana bir tarafini buning ustiga qatlab yepilib yana uning ustiga azroq xam qaymoq berib etamiz. Mana mushu holatda tekshi surib bersak bo'ldi. Xəmirimizning yana bir beshidan mushta oldimizga tatib nipizlatib turib xəmirini turib ekilimiz. Ondan yana ustiga xam qaymoq kamiga yerga xam qaymoqni berib etamiz. Mana mushu holatda nipiz tatib yo'q olgandan keyin yana buni 5 minut atrofida tindirib qo'yamiz. Tindirgandan keyin to'ptog'imizga silib tekshi yeyib tuvoqni yepib 15 minut atrofida pishirsak pishib ketadi. Mana ko'rganinglardek shunchalik o'xshagan qaymoq qatlimizni tayyor bo'ldi. Xonim qizlar tafsili ko'rib o'rganib olgandan keyin biz yerga tovoq qilsanglarmi yoki oilada ota-onanglarga yetib bersanglarmi, ta'mi tilda qolganda churuk shunchalik o'xshaydi ekan. Hamma yoqtirgan go'zallar ko'plab taqib qo'yinglar, bilmaydigan do'stlaringlarni o'rganib olsin. Xayr xo'sh